Bugun Cobalt emas, trendga chiqdi Shohjahon. Nima bo'ldi o'zi? 15 million so'm cho'ntakka qoldi. Qanaqasiga? Oldin Midnight MCM avtomobili 165 million 200 ming so'm edi tan narxi. Hop. Hozir 150 million 200 ming so'mga tushirildi. 15 million skidka. 15 million cho'ntakka qoldi. Style avtomobili 156 million 100 ming so'm tan narxi edi. Hozir 146 million 100 ming so'mga xarid qilishlari mumkin. Xo'p, 100% to'lovga ham yoki kreditga olsa hammi? Kreditga olsalar ham bo'ladi. Boshlang'ich 25% to'lov qilib, 1 yildan 5 yilgacha olishlari mumkin. Misol uchun 5 yilga oladigan bo'lishsa, 3 million 200 ming so'mdan chiqardi oldin oylik to'lovlari. Style variantini hozir 3 milliondan oylik to'lovlari ham pasaygan. Shunda boshlang'ich to'lov ham, avtomatik oylik to'lov ham tushdi. Xuddi shunaqa, tan narxi bilan birga. Xo'p, necha soatda ishlari bitadi kelishdi? Salondan chiqmasdan 3 soat ichida hamma dokumentini shu yerda o'zlarining nomiga rasmiylashtirib beradi. Manzilchi? Manzil Toshkent shahar, Sergeli Qumarovda betonkada joylashgan. Nomeringni ham ayt endi. Nomerlarni yuqorida qoldirib o'tamiz. Darhol telefon qilishsa shaxsan o'zim grafikani yuborib qo'yaman. Kommentariyada yozsa javob berish esingdan chiqib qolmaydimi oldingidek? Javob yozaman o'zim. Обязательно? Yozmasin-da. Bo'ldi.